O'tkir respirator kasalliklar ichida pnevmoniyalar, ya'ni o'pka shamollashi 1% ni tashkil etadi. O'pka shamollashini 70% ni bakteriyalar chaqiradi. O'pka shamollashi tezda qaytarilmaydi. O'pka shamollashi isitma va zaharlanish belgilarisiz bo'lmaydi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan pnevmoniyalar, o'pka shamollashlari haqida gaplashamiz. Pnevmoniyalar, o'pka shamollashi bolalarda keng tarqalgan muammolardan hisoblanadi. Bolalarda ko'p uchraydigan gemofil tayoqcha va pnevmokok bakteriyalar sababli og'ir kechadigan pnevmoniyalar rejali emlashga kiritilgandan so'ng kamaydi. Biz endi o'pka shamollashi kasalligidan qutuldik deb o'yladik. Lekin oxirgi vaqtlarda virusli va hujayra ichi yashovchi mikroblar orqali og'ir kechuvchi pnevmoniyalar ortib bormoqda. Virusli infeksiyalardan eng ko'p pnevmoniyaga gripp, RS virus, adenovirus, paragripplar olib keladi. Pnevmoniyaga olib keluvchi hujayra ichi yashovchi mikroorganizmlarga mikoplazma pnevmoniya, xlamidiya pnevmoniya va xlamidiya traxomatislar kiradi. Bundan tashqari pnevmoniyalarga immun defitsit holatlarida zamburug'li kandidoz pnevmoniyalar ham uchraydi. O'pka shamollashi o'pka to'qimasi sohasi zararlanishiga qarab bo'linadi. O'pka shamollashining kelib chiqish mexanizmi qanday? Infeksiya o'pka to'qimasiga havo orqali bronxogen, qon orqali gematogen va limfa orqali o'tadi. Bolalarda va kattalarda infeksiya yallig'langan og'iz va burun halqumdan shilliq o'pka to'qimasiga oqishi hisobiga ham bo'ladi. Lekin bu jarayon o'pka shamollashiga olib kelishi uchun bir necha kundan bir necha haftagacha vaqt ketadi. Chaqaloqlarda qusuq massasi aspiratsion pnevmoniyaga olib kelishi ham mumkin. O'tkir respirator virusli infeksiyalar ta'sirida mukosillar clearance o'pkani balg'amdan tozalanishi buziladi. Viruslar immun hujayralar, neytrofillar, makrofaglar, limfotsitlarni funksiyasini buzadi. Natijada mahalliy immunitet pasayishi kuzatiladi. Shartli ravishda yashovchi bakteriyalar o'pka to'qimasini zararlaydi. Bundan tashqari ayrim viruslar oshqozon ichak tizimini, shilliq qavatini zararlanishiga va mahalliy va umumiy immunitetni pasayishiga olib keladi. O'pka shamollashining asosiy klinik belgilari bu isitma, yo'tal va nafas yetishmovchiligi belgilari hisoblanadi. Birinchi o'rinda entikish kuzatiladi. Kichik yoshdagi bolalarda qovurg'alar orasi tortishi, og'ir kechishida bo'yin chuqurchasini tortishi, nafas yetishmovchiligi bilan. Pnevmoniyada bolani umumiy holati yaqqol buziladi. Uyqusi va xulqi o'zgaradi. Bola bezovta, injiq bo'lib qoladi. Ishtahasi pasayadi. Erta yoshdagi bolalarda qusish, qayt qilish, ich buzilishlari kuzatilishi mumkin. 6 oylikdan 3-4 yoshgacha bolalarda simpatik nerv tizimi ustunlik qiladi. Bu yoshdagi bolalarda umumiy yallig'lanish reaksiyasi va organizm o'ziga xosligi sababli infeksion toksikoz hosil bo'ladi. O'pkani auskultatsiyasida zararlangan o'choq ustida mayda tufakchali nam xirillashlar krepitatsiya eshitiladi. O'pka shamollashida xirillashlar yo'taldan keyin kamaydi. Ko'krak qafasi rentgenogrammasi pnevmoniya tashxisini qo'yishda aniqlik kiritib beradi. Oxirgi vaqtlarda ko'p uchraydigan mikoplazma pnevmoniya bakteriyalari sababli kechgan pnevmoniyalar haqida ozgina gaplashamiz. Bunda infeksiya havo tomchi yo'li orqali yuqadi. Infeksiya nafas yo'llari, shilliq qavatlari hujayralariga joylashadi va surunkali jarayonga sabab bo'ladi. Boshida kasallik burun halqum, shilliq qavat yallig'lanishi bilan kuzatiladi. Isitma chiqadi. Tana harorati 38-39 gacha ko'tarilishi mumkin. Isitma 7-12 kungacha davom etishi mumkin. Intoksikatsiya belgilari yaqqol bo'lmaydi. Keyin yo'tal qo'shiladi. Yo'tal quruq, xurujsimon, balg'am qiyin ajralishi bilan kuzatiladi. Uzoq davom etadi. Bir necha kundan bir necha haftagacha. Katta yoshdagi bolalarda va kattalarda balg'am sekin ajralishni boshlaydi. 2 haftada shilliq yiringli bo'lib qoladi. O'pkada auskultatsiyada dag'al nafas fonida quruq va turli kalibrli o'zgarib turuvchi xirillashlar kuzatiladi. Xirillashlar 5 kundan keyin paydo bo'ladi va tur 11 kungacha saqlanib qoladi. Kichik yoshdagi bolalarda dispepsik sindrom, ko'ngil aynishi, qayt qilishi, ichi suyuq kelishi va terida toshmalar rivojlanishi mumkin. Mikoplazma pnevmoniyasidan keyin ayrim odamlarda bo'g'im kasalliklari, revmatoid artrit, reaktiv artrit, bronxial astma, surunkali o'pka kasalligi, bronxoobstruktiv sindrom rivojlanadi. O'pka shamollashini boshqa kasalliklardan farqlash. Pnevmoniya tashxisini qo'yishda ko'p xatoliklar uchraydi. Eng ko'p xatoliklardan biri bronxoobstruktiv sindrom bilan kechuvchi bronxitni pnevmoniyadan farqlashda qo'yiladi. Bronxoobstruktiv sindromda butun o'pka sohasi bo'ylab xirillashlar bilan xarakterlanadi va xirillashlar yo'taldan keyin kamayadi. Isitma va intoksikatsiya belgilari bakterial infeksiya qo'shilmasa bo'lmaydi. Nafas yetishmovchilik va entikish kuzatilmaydi. Tashxis qo'yishda fizikal
usullar: auskultatsiya, palpatsiya, perkussiya. Instrumental usullar: ko'krak qafasi rentgenogrammasi, kompyuter tomografiya. Laboratoriya tekshiruvlar: umumiy qon, yallig'lanish faktorlari, C-reaktiv oqsil prokatsinlar tekshiriladi. Pnevmoniyalar davosi qo'zg'atuvchi turiga ko'ra har xil bo'ladi. Davoda birinchi o'rinda parhez qilinadi. Shirinliklar, yarim tayyor mahsulotlar, rang beruvchi, konservant saqlovchi mahsulotlar cheklanadi. To'g'ri ovqatlanish: oqsil, yog', vitaminlar va minerallarga boy ovqatlanish tavsiya qilinadi. Antibakterial davo: zamburug'ga qarshi preparatlar, virusga qarshi preparatlar. Regidratatsiya: ko'p suyuqlik ichish, yo'qotilgan suyuqlikni qoplash maqsadi. Balg'am ko'chiruvchilar. Vitaminlar: mikoplazma pnevmoniya bakteriyasi chaqirgan pnevmoniyada beta-laktam antibiotiklar, penisillinlar guruhi, sefalosporinlar guruhi qo'llash samara bermaydi. Bu kasallikda makrolidlar guruhi preparatlari qo'llash tavsiya qilinadi. Rahmat.